Mumayning turmudan qancha 7-qism. Nuhi hamamu Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuhu. Tuvanda İslam çakarları grubu tayyorlagan hicret tarixlaridan Mumayning turmudan qancha nomli asarni anglashni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mumayning turmudan qancha 7-qism. Mumay qattiq qo'rqib ketgachga chiroyi oqarib cho'nkichga asrab turadi. Mumayga bu tarafga o'sila dedim. Mumay gapimni anglabla darhol hali qisoslikqa kirdi va tas qoldi. Mumay hali suvga cho'kib ketib o'lib qolgani. Ondan keyindikilar darhol Mumayni keyniga tortib chiqarib oldi. Kim bilsin bu kichkin sassiqning suyining buncha cho'nqurligini. Men bu bakli qo'rqib ketdim. Ondan ular tomni bo'ylab turmining keyni tarafiga 50 metr mang'aydi. Shu yerda o'tish o'rni bor ekan. Ular shu yerdan yo'lga chiqdi va men ularni ilib kelgan mashinaga silib, ular bilan Malayziya chegarasi qarab mondim. Bu turmi bilan chegara oraliqi 80 kilometr atrofida edi. Biz chegaraga taxminan asr vaqtiga keldik. Ondan bularni chegara yoniga joylashgan kichik bozordagi bir mehmonxona o'rlashtirdim. Amaliyotda bu mehmonxona emas, fohishxona edi. Chunki bu atrofda mehmonxona nihoyat ko'p bo'lib, hammasidigidek fohishxona edi. Men Mumay va Mumayning hamrohlarini yatoqqa bakmi tasirib kirdim. Chunki bu yerda odam emas, yerginishlik hayvonlar bor edi. Balki mening bunday qilishimni Mumay va hamrohlari qattiq yomon ko'rgan bo'lishi mumkin. Ammo shu vaqtda sharoit shu edi. Lekin boshqa taraflarda normal mehmonxona bo'lsa-mu, men ularni fohishxona yatoqlarida turg'izdim. Sababi: birinchi, bular turayotgan mehmonxonaning chegara bilan bo'lgan oraliqi 50 metr keldi. Ikkinchi, atrofda yurayotgan kishilarning ko'pinchisi chegara soqchilari. Uchinchi, mendan boshqa odamda pasport yo'q. Cho'ng boshqalarga normal yatoq olib bo'lmaydi. To'rtinchi, fohishxonaga borgan kelgan odam ko'p bo'lg'achqa, bu qora kiyimli ayollarga boshqalar bek diqqat qilib bo'lmaydi. Beshinchi, bu fohishxona hammasi qonunsiz bo'lg'ach, u yerning soqchilariga bo'lgan ehtiyotiy qo'llanishi bakli yuqori edi. Oltinchi, bu yatoqlarga kirib chiqish oson edi. Shu men bularni bunday yatoqlarda turg'izdim. Aniq ismdi yo'q. Men bularni chegaradan o'tkazishga yo'l izlab 3 kunmi yoki 2 kunmi turib qoldim. Bilganingizdek, men bu chegaraga bu qitim hech bir tayyorlik qilmay kelgan. Menmi bir qochqun. Bu vaqtda ya ko'p til bilmaydim, ya bu davlatni bilmaydim. Shunga zira qiyinchilikqa yo'liqdim. Ma'lum bir kuni men bir motor shoferi bilan so'zlashib, bularni faqatla bir chegaradan, ya'ni Tayland chegarasini o'tkazishga so'zlashdim. Ondan bu ayol bolalarni motorchi boshqa kishilar bilan hamkorlashib, birdan 2dan o'tkazdi. Oxirida men o'g'irlik chegaradan oldida o'tib saqlab turgan Mumay va Mumayning hamrohlarini topdim. Hozir biz 2 chegara o'tirsa edik. Ahvol nihoyat xatarlik bo'lib, odatda bu atrofni soat 8 da barliq chegaralarni taqaydi. Shunga bu atroflarda odam tura olishi mumkin emas edi. Men jiddiy yo'l izlab Malayziya chegarasini o'tkazish yo'lini surishti qildim. Ammo qat'iy qulaylik yo'l topolmadim. Keyin u yan o'ylab bularni ikki chegara orasidagi yo'lning keyindagi tog'liqqa, ya'ni jangalliq o'tkazib, shu yerda yo yushurnish yoki chegara teminni ortilib o'tish planini tuzdim. Ammo bu tog'liq yerga o'tish uchunmi kichik bir tekshirish soqchilarining oldidan o'tish kerak edi. Men barg'ancha qisilib Hatto quyoshning menga to'xtab berishini umid qilib ketdim. Chunki men hozir cho'ng bir jinoyat qilyotdim. Kofirlar uchun turmidan odam o'g'irlash, ondan pasport yo'q odamni yatoqda turg'izish, chegaradan qonunsiz odam o'tkazish, hatto o'zimni chegaradan qonunsiz o'tish. Bu vaqtda Mumay va Mumayning hamrohlari balki mendimi bakrak tildab, chiroyi qattiq qo'rqinchli edi. Alloh oxiri bizga chiqish yo'li berdi. Men o'zim yolg'iz tog' bag'riga chiqish yo'lidagi tekshirish punktiga borib, u yerdagi 2 soqchiga $100 atrofida pul berdim va do'stlarim bilan tog' bag'ri tarafga borganimni dedim. Ular bo'ladi, tezlanib kelinglar deb to'saqni ichib berdi. Keyin men va Mumay u tarafga o'tdik. Subhanalloh,
Bu taraf ajoyib chiroyli manzillik yer ekan. Biz yugurgan holda tog' bag'rida chegara tarafga qarab mandiq. Balkim bu orliq 800 metr atrofida bo'lsa kerak. Yo'l egizpas edi. Mo'may asrab bo'lmayotdi. Mo'may, to'xtanglar, men bo'lolmadim. Birdam o'tirib olay deydi. Men qattiq g'azab bilan, "Acha, bu sening o'ylar emas. Yo'lni mangsizlar, azroq chidislar bunchalik jafoga" deb qo'pol muomala bilan bularni menga zo'rlaydim. Bu vaqtda mening ularga chiroyli so'z qilib o'ltirgandek vaqtim yo'q. Shunlarga bu yo'lni majburlashdan boshqa amalim yo'q edi. Mushu vaqtni tasvirlab, mush qitimni qichish qatnashgan bir ayol 4 yildan keyin meni izlaydi. U ayol: "Aka, o'z vaqtida siz bilan chegara orasida birga mengib, bizga qilgan qattiq muomalangizdan sizni bakli tilgan edim. Hatto xeyli ko'p vaqtgacha nafrat qilgan edim. Yillar o'tib, asta-asta nurg'un ishlarni bilib yetdim. Shunga keyningizda qilgan yomon gaplarim uchun sizdan kechirim so'rayman" deydi. Men nimishqa meni eski degaydingiz, tafsili deb biring, anni rozi bo'lay dedim. Ayol: "Siz bizga dastlabda turma temining yenidan mashinangizga chiqibla bak usab ketdik desak, men sizlarni sug'arg'ili kelmadim, sizlarni qutqazg'ili keldim. Shunga qutulib bo'lib so'ychanglar dedingiz. Asli biz tam tevida bir kun turib qursoq yechib va usab ketgan edik. Ammo shu vaqtda sizning bizga so'ylab beradigan sharoitning yo'qligini bilmabdik. Shunga sizni bakli zolim odam ekan bu degaydim" deydi. Va yana chegaradagi taxta bizning yeyishimiz uchun to'q go'sht ekib ekansiz. Bu issiq keladi. Boshqa tomoq ekib bersizlar desak, men uyimga borganda betti pul aytib beray. Bu tomoq siz kelgan bo'lsa, hozircha sovuq suv bilan yanglar deb qo'yib chiqib ketdingiz. Bu qitimliq anlatışımız mana mush yerda oxirlashdi. Keyingi anlatışımızı görüşkice Cenab-ı Allah'a tavşırdık. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.